Assalomu alaykum. Fibr kompaniyasining ajoyib mahsuloti It's seriyasini o'zim uchun xarid qildim. Bu mahsulot menga juda ham yoqdi. SPF 25, mana bahor fasli uchun SPF surtish shart yuzimizga, sababi yuzimiz qurib, quyosh nuri zararli salbiy ta'sir ko'rsatadi yuzimizga. Shu uchun ham SPF mavjud bo'lgan krem, kushon, pudralardan foydalanishimiz kerak. Yana vitamin C bor tarkibida tonal nisi, severtka zardobi va pudrasi o'zida mavjud bo'lgan juda ham qimmatbaho mahsulot. Bu mahsulotimizda kollagen borligi uchun ham yuzimizni kollagen oqsili bilan to'yintiradi. Mahsulotimiz ham yuzimizni kun davomida himoya qiladi, ham dekoratsiya chiroyli qilib beradi. Oldin ham bu seriyadan olganman, menga juda ham ma'qul bo'lgan va yana mana shu ozgina qolgan ekan ichida. Shu uchun ham tugayapti degan maqsadda mana shu seriyadan yana bitta o'zim uchun xarid qildim. Juda ham sevimli mahsulotim hisoblanadi. O'zim uchun mana bunaqangi pudralardan ham sotib olganman. Bular ham juda ham ajoyib. Faqat bunga ko'ra mana bunisi menga juda ham ma'qul bo'ldi. Mana shu seriyani, ya'ni tonal nisi 5 tasi birda tonal nisi SPF 25, ya'ni quyosh nuridan himoya qiluvchi tarkibida moddasi bor, yana gialuronkasi bor. Yuzni maksimal darajada namlantirib berish xususiyati ham bor. Mana bular o'zim uchun xarid qilgan mahsulotlarim, lekin bularning ichida menga juda ham ma'qul bo'lgani mana shu. Yuzimiz bebaho boyligimiz, ayol kishining yuzi pasporti hisoblanadi. Shu uchun ham biz yuzimiz uchun eng qimmatbaho mahsulotlarni ishlatishimiz kerak. Shu kabi siz uchun kerakli, ayollar uchun har kun ishlatishimiz kerak bo'lgan mahsulotlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni kompaniya narxida, skidka narxida, arzon narxda xarid qilishni xohlasangiz, murojaat qiling, o'rgataman.